Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun siz bilan namanganlik klientimizni zakazlarini obzor qilamiz. Birinchisi mana shunaqa qora rangli abadok va unga mos bo'lgan mana shunaqa ziraklari bilan. Ikkinchisi mana shunaqa pushti rangdagi juda ham chiroyli bo'lgan abadoklari. Uni ham ziraklari bor. Uchinchisi mana shunaqa sariq rangdagi abadok bargchali. Bu ham juda ham chiroyli chiqdi. Buni ham o'ziga mos ziraklari bilan. To'rtinchi zakazlari mana shunaqa elektr rangdagi aksessuar, uni ham ziraklari bilan juda ham chiroyli chiqdi. Beshinchisi mana shunaqa yashil rangdagi sariq toshlar bilan bezatilgan diademamiz. Oltinchisi mana shunaqa u ham tilla rangdagi, faqat mana bunaqa chiroyli gullari bilan bezatilgan abadokni zakaz qilganlar. Bu ham juda ham chiroyli chiqdi. Va oxirgisi mana shunaqa qizil rangdagi gullar bilan va toshlar bilan bezatilgan abadokimiz. Ko'rib turganlaringizdek, klientimiz mana shunaqa 7 xil aksessuarlar, diademalar zakaz qildilar. Juda ham chiroyli chiqdi va ularga pochta orqali jo'natib berdim. Qo'liga olgandan keyin chiroyli o'tsif qoldirdilar. Bularni hamma aksessuarlarga ziraklarini bonus sifatida qo'shib bergandim. Afsuski, dam olishga chiqqanligim sababli 3 ta abadoklarga mos bo'lgan ziraklarni yasay olmadim, uspet qilmadim to'g'risi. Keyingi safar yana zakaz qilaman dedilar. O'sha paytda ularga yana bonus sifatida qo'shib beraman ziraklarini.